Asalim, tillalaringiz sirasi zo'r ekan-a? Hammasi bir-biridan zo'r. Yigitim olib beraveradi. O'zi chiroyli qiz ekansiz-da, qanaqadir yuz-yuzda ham nuringiz bor. Nimaga sotyapsiz? Mashina olmoqchi edim. Bularni sotib, pulini ularga beraman. Yordam bo'ladi. Yengillikni o'zlariga yeting. Vau, zo'r bola ekan yigitingiz. Jon, yaxshimisiz? Sizga zo'r syurprizim bor. Qanaqa syurpriz? Hozir. Bir necha gramm chiqdi? Qarang, 45 u 14 chiqdi. Sizga 40 million pul beramiz. Vau, zo'r summa bo'lar ekan-a? Gold Expert har doim qimmat olib qoladi. Mashina uchun sizga 40 million pul bermoqchiman. Qayerdan oldi shuncha pulni? Yo'q, bu joyga o'mardingmi? O'zimning bog'ini surishtirmang. Bo'pti. Menga qarang, mabodo yigitingiz ismi Aziz emasmi? Siz qachondansiz? Mani erim bo'ladi, isqirt. O'zi kelganingda basharing yoqmadi. Palakat, aptay qursin sana. Nima? Adasi, har kuni kech kelyapsiz desam, onasi zo'r ish boshlab qo'yganman. Bitta ko'rasan degandingiz. Ko'rdim, zo'r emas ekan. Yo'q, ne unaqa deyapsa? O'sha zo'r narsa meni qo'limda. O'ldirib qo'ymasimdan oldin tez keling. Yaxshimisan, xotin? Biling, nima boring shu tiralarni sotib? Biroz yetmaysan menga? Kechiring o'ziga. Nima kechirim so'rayman? Nima o'zi yetmagansiz deganingiz? Stop! Yo buni tanlang, yo meni tanlang. Sen tanlayman, kechir meni xotin. Meni tanlagan erkakni senga podarka qilaman. Mayli farqi yo'q, yuring ketdi. Biluvdim shunaqaligingizni. Nima qilay? Keting desam ham qolishingiz kerak. Bo'ldi, qimillayman, kuchugim bo'laman. Men uchun kuchuging bo'laman degan erkakni yana podarka qilaman senga. Mayli farqi yo'q. Tillalaringizdan olaylik. Mana tilla senga. Bu yerima puliga kelgan. Ering men bilan. Bu bilanmisiz? Yo'q, sen bilaman, xotin faqat podarka qilib Ering boshingdan qolsin, tillalarimni olaman. To'xta, nima deyapsan? Men buniki, men buni erima, xotin olib oladi. Love is just a history that they may prove and